Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugun navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Uchrashuvimizda kredit bo'yicha savollarimiz bo'lsa, kredit tartiblarini tushuntirib o'tamiz. Birinchi tartiblarni tushuntirib savollar bo'lsa bersanglar, so'ng tartibni tushuntirib beraman. Şuna milyon desat daydı. Yani şu cihazları kaç tane remontlar veriyor bu cihazlar şuna kıyıda Desatda 312 sonli qaror asosida o'tirib 312 sonli qaror asosida kredit ajratib turibmiz. Desatlarni 6 yil 3 yil imtiyoz davri bilan beramiz 21%dan. Shu shartnoma qilsangiz, shartnomamizga asosan shu aytilgan lebellarimizga o'tib beramiz. Yangilash bo'yicha. Shartnomadan qilsangiz bo'ladi.